بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل الخالق bo'lgan zot to'g'ri yo'l va insonga joylab qo'yilgan shahvat. Alloh tomonidan bo'lmaydi yomonlik. Alloh tomonidan faqat yaxshilik bo'ladi bandaga. Lekin banda o'zi yomonlikka sabab bo'ladigan ishni qilib, yomonlikni so'rab oladi, Alloh unga yaratib beradi shu yomonlikni. Inson zoti din degan omonatni qabul qilgandan keyin Alloh taolo uning tabiatiga shahvatlarni joylab qo'ydi. Xohish istaklar. Ana shu shahvatni, xohishlarni sindiradi, shuni natijasida Alloh taologa yaqin bo'ladi. Bandaga dunyoga kelganda manhajni berdi, dinni berdi. Yana ixtiyorni ham berdi. Xohlasa dinga amal qilib yashaydi, xohlasa bilganini qiladi. Agar mana shu manhajga, dinga amal qilsa, saodat topadi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham. Agar Alloh bergan bu manhajdan chiqib ketib, xohlaganda yashasa, bu odam badbaxt bo'ladi. Ikki dunyoda ham. Buni misoli. Inson dunyoda baxtsiz bo'layotgan bo'lsa, mashaqqatga qolayotgan bo'lsa, hayotida huzur halovat bo'lmayotgan bo'lsa, bu faqat o'zining aybi bilan. Chunki u yashayotgan zamonda, u yashayotgan davrda boshqa odamlar yashayapti. Ular baxtli, saodatli bo'lib yashayapti-yu. Farq nimada? Baxtli bo'lganlar Allohning manhajini ushlagan, baxtsiz bo'lganlar undan uzoq bo'lgan. Buni misoli shunday bo'ladi. Bir odam mashinasi bilan Perevalga chiqib ketyapti. Tog'li yo'l Pereval. Ana shu yo'lda qonun qoidalar, yo'l harakat qoidalari, belgilari ilib qo'yilgan. Mana bu yerda 40 yur, mana bu yerda 20 yur, mana bu yerda sekin yur, Shu qoidaga rioya qilgan odam esalomon Perevalda oshib o'tib yurtiga boradi. Endi ikkinchi odam shu qoidaga rioya qilmaydi, jarlikka qulab o'ladi. Endi aytingchi, uni jarlikka qulab o'lishiga shu Perevalga asfalt solganlar aybdormi? Kim aybdor uni bu halokatiga? O'zi. Undan burungi odam qonun qoidaga rioya qiluvdi, esalomon o'tib ketdimi? Ana lillahil masalul a'la. Hayotda muammoingiz tugamayotgan bo'lsa, qalbingizda hech ham xotirjamlik bo'lmayotgan bo'lsa, hayotingiz mehnat, mashaqqat ichida o'tayotgan bo'lsa, buni sababi bor, birodar. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda domla zakotni beraman, sadaqani qilaman. Hamma ishlarda qo'lim, hech baraka bo'lmayapti do'konimda. Shunaqa bo'lyaptimi? Senga yo'q, demak bir sababi bor, qidir. Halol, taqvoli savdogarman degan odam so'raydi, savdo fiqhini, savdo ilmini o'qiganmisan desiz, yo'q deydi. Unda qayerdan siz savdogar bo'lasiz? Ikki tomon rozi bo'lsa halol bo'laveramiz. Qanaqa qilyapti? Mendan pul, undan mehnat. Foydasi ham, zarari ham teng. Mana to'g'rimi? Halol bo'ladimi shu? Agar ikki tomonda rozi bo'lishi bilan halol bo'laversa-chi, qimorbozlar ham rozi o'rtaga pul tashaganda. Agar ikki tomon rozi bo'lsalar, halol bo'lib qolaversa, bularni hech qaysini harom deya olmaymiz. Pul topayotgan birodarlar, bir o'ylab qo'yinglar shu narsani. Siz qilayotgan tijoratni qilgan bitta odam baraka topyapti, ehson ham qilyapti, ko'payapti, maza qilib yashayapti. Sizda shu narsa yo'q. Bir sababi bor, qidiring. Demak, boyaga odam bittasi Perevaldan o'tib ketdi, qonun qoidaga rioya qilgani uchun, ikkinchisi jarlikka qulab o'ldi, qoidaga rioya qilmagani uchun. Demak, hayotda siz bilan biz Alloh taoloning manhajini ushlasak, baraka topamiz, aks holda yo'q. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Vasharu laysa ilayk." Duolarida, Parvardigor, yomonlik sendan emas. Yomonlik sendan emas. Banda o'zi so'rab Alloh taoloning yomonligini tilab oladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfirullah. Va man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan minalloh." Alloh tomonidan hidoyatlanmagan holda o'z havoyi nafsiga ergashgan kimsadan ham yo'ldan ozganroq kimsa bormi? O'zi holiga aytyapmiz, ikki tomon rozi bo'lsa bo'ldi, halol ketaveradi. Qani hidoyat? Qani Alloh tomonidan yo'llanma? Domladan so'ramaysan borib. Shu yerga tijorat qilayotganlar bor ichinglarda. Pul mendan, mehnat undan. Foyda ziyoni teng. Muzoraba deb qo'yadi bu gapini yana. Muzoraba emas u. Ikki tomon rozi va ular muzorabaga ko'nishdi, bo'lishi uni muzoraba. O'shuning uchun baraka bo'lmayapti. Xohlaganda yashaydi, manhaji yo'q, shahvatini nima talab qilsa qondiradi, shuning uchun bu odam baxtsiz bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Kim deydi Alloh taolo? Mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tang hayot bo'lur. Allohning eslatmasi, dini, shariatidan uzoqmi? Yuz o'girib chekkaga surib qo'yganmi dinni? Xohlaganda yashayaptimi havoyi nafsiga qarab? Bu odamning hayoti tang bo'ladi deb Alloh taolo. Boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, sog' bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham, musofir bo'lsa ham, muqim bo'lsa ham, bu odam xor bo'lib yashaydi.
hayoti tang bo'ladi. Chunki Allohni eslatmasdan yuz o'giradi. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas ular ila chorlanglar. Alloh taoloning Al-Xoliq ismini o'qiyapmiz. Al-Xoliq. Al-Xoliq bo'lgan Robbimiz siz bilan bizga yakkalik, fardiyya sifatini ham berdi. O'zi yakka yagona bo'lish Alloh taologa xos. Qul huvallohu ahad. Ayting u Alloh yagonadir. Agar bitta desak, keyin 2 ta, 3 ta, 4 ta degan ma'noda bitta emas. Ikkinchisi yo'q bitta degan ma'no. Insonga ham mana shu yakkalik, individuallik sifatidan berdi. Bu nima degani? Har bir inson o'zichasiga yagona. Yer yuzida unga mutlaq o'xshagan bironta odam yo'q. Ko'zini rangi, qosh qovog'i, terisini rangi, tanasini hidi, barmoq izlari. Demak, har bitta odam o'zichasiga yakka, o'zichasiga yagona, individual. Shuning uchun aeroportlarga borganda barmog'ingizni qo'ying deydi. Chunki barmog'ingiz birovga o'xshamaydi. Ayrim qattiqroq tekshiradigan joyda ko'zingizni qo'ying mana lazerga deydi. Setchatka glaza deydi, ko'z to'ri. Sizni pasportingizni, sizni nomingizni boshqa bolalar ishlatib qo'ymaslik uchun mana shunday qilib tekshiradi. Demak, Alloh xohlagan ekan, har bittamiz o'zimizchasiga yagonamiz, yakkamiz. Individualmiz. Bizga o'xshagan boshqa bir inson yo'q. Mana shu bilan ikrom qildi Alloh bizni. Yana Alloh bizni ikrom qildi. Nima bilan? Ixtiyorni berdi. Ixtiyorni berdi. Xoling amal qiling, xoling amal qilmang. Xoling taqvodor bo'ling, xoling fosiq, kofir bo'ling. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Alloh taolo aytadi, xohlasin iymon keltirsin, xohlasin kofir bo'lsin insonlar. Bu degani bo'laverar ekan degan ma'noda emas, bu tahdid bu. Yana inna hadaynahu sabila imma shakiran va imma kafura. Dar haqiqat biz insonni xoh u shukr qiluvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rnamak kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Har qanday insonga hidoyat arz qilindi, qabul qilgan mu'min bo'ldi, qabul qilmagan kofir bo'ldi. Demak, bizda ixtiyor bor. Alloh taolo insonga ikrom ko'rsatdi. Uni yakka yagona qildi har bittasini o'zini holatida. Unga ixtiyorni berdi va insonga ijodkorlik sifatlaridan ham ato qildi. Ijodkor inson ijod qiladi. Ya'ni kashfiyot qiladi, ilmiy izlanishlar qiladi, kashf qiladi bir narsalarni. Mana shu ham Alloh taoloning bergan nimasidan? Ikromidan. Mana shu xalqlarni qarasangiz, har bitta bir yer yuzida yashayotgan millat elatlarni boshqa xalqlardan ajratib turadigan bir sifati bo'ladi. Mana shu nemislarni ijodkor xalq deyman men-chi. Yaponlarni. Biz ham shunaqa edik. Ijod qilish, kashfiyot qilish, ilm fanda oldida bo'lishlik musulmonlarning qo'lida edi. Dinini mahkam ushlaganda ana shu ijodkor xalq biz edik. Meditsinasi bo'lsin, astronomiyasi bo'lsin, algebrasi bo'lsin biz edik. Dinimizni chekkaga surib qo'yganimizdan keyin bu estafeta tayoqchasi o'tib ketdi. Yana Alloh taolo insonga ikrom ko'rsatib ilm berdi. Va la yuhaytuna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa. Va ular Allohning u zotning ilmidan faqat o'zi istagan narsalarnigina biladilar. Demak, Alloh taoloning huzurida insonning karomati bor, azizligi, qadr qiymati bor. Shuning uchun unga ijtihod qilish, izlanishlik, kashf qilishlik qudratini berdi. Mana birodarlar, Qur'on oyatlari. Qur'on oyatlari mana dalil. Dalillar qat'iy bo'ladi, zonni bo'ladi. Dalolati qat'iy, dalolati zonni. Agar Qur'ondagi hamma oyatlarning dalolati qat'iy bo'lganida, Qur'onning ustida izlanish bo'lmas edi. Mujtahidlarga ish qolmas edi. Ammo ayrim oyatlarni Alloh taolo dalolatini zonni qildi, mujtahid ijtihod qilsin, izlansin, kashf qilsin. Misol, agar falonchiga 1,5 ming so'm ber deyilsa, tushunarlik, bunga ijtihodni keragi yo'q, bunga fiqh keragi yo'q. 1,5 ming so'm olib borib berasiz. Ammo bu buyruq boshqacharoq aytilsa-chi? Masalan, falonchiga 1000 so'm va uni yarmini ber deyildi. Endi nech pul bo'ladi?
1,5 ming so'm deganda aniq edi. Endi 1000 so'm va uni yarmini ber dedi. Agar ana shu yarim so'zi 1000 ga tegishli deb qaralsa 1,5 ming so'm bo'ladi. Agar yarim so'zi so'mga tegishli bo'lsa 50 tiyin bo'ladi. Ana dalolati zonni bo'lgan buyruq. Falonchiga 1000 so'm va uni yarmini ber dedi. Shu yerda mushtahid izlanadi-da, haqiqatni topadi. Baxil odam 1050 tiyin deb tushunadi buni. Saxiy odam 1500 so'm deb tushunadi buni. Demak, insonga Alloh taolo ikrom ko'rsatdi. Unga yagonalikni berdi, ixtiyorni berdi, ijodkorlikni berdi, ilmni berdi. Mana ijtihod degan narsa, izlanishlik, kashf qilishlik. Mushtahid degan odam bor. Mana shariatimizda mana shu Qur'on oyatlari, payg'ambarimizning hadislaridan ijtihod qilib hukm chiqarib beradigan odam. Demak, ijtihod dalolati qat'iy bo'lmagan oyatlar ustida bo'ladi. Xo'p, mana Alloh taolo yana va atuz zakata dedi. Zakotni ato qilinglar dedi. Tamom. Boshqa gap yo'q. Endi qana qilib beramiz zakotni faqirga? Pulmi yo bug'doymi? Masalan, o'ylantiradigan masala. Ulamolar ixtilof qilishadi mana shu yerda. Nima uchun? Qishloqda yashaydigan odamga bir qop bug'doy bersa zakot deb. U tegirmoni bor, borib o'shundan un qilib yeydi. Shahardagi faqir odamga bir qop bug'doy bersangiz nima bo'ladi? Bu muammo bo'ladi. Ana, ko'rdingizmi? Demak, mushtahid mana shu ishlarni hal qilib beradi. Demak, bu oyatning dalolati zonni, qat'iy emas. Bu o'rinda zakot qilib bug'doyni o'zini bersa ham mumkin bo'ladi. Qishloqdagi odamga, shahardagi odamga shu bug'doyning nimasi beriladi? Pulini bersa ham bo'ladi. Bu oyatlarda ustida faqihlar izlanadi. Ya ayyuhan-nasu u'budu robbakumul-ladzi xalaqakum. Ey insonlar, sizlarni yaratgan Parvardigoringizga ibodat qilingiz. Allohning shariatiga itoat qilinish kerak, shariatning ta'limotlariga ergashishlik kerak, chunki wala yunabbiuka mislu xabir. Ey Muhammad alayhisalom, dunyo va oxiratda hech kim sizga xabardor zot Alloh kabi xabar bera olmas. Insonni ikki dunyoda saodat topishligi faqat Alloh va payg'ambarining bergan buyruqlariga itoat qilish, qaytargan qaytarilardan tiyilishligi bilan bo'ladi. Alloh azza va jalla ana shunday bir saodat topgan bandalardan qilishini tavfiqini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum.